Feberlik kompaniyasidan bugungi mahsulotimiz yuzi quruq bo'lgan opa-singillarimiz uchun aynan kerak bo'lgan gialuronka seriyasi. Bu gialuronka seriyasi yuzi quruq bo'lgan ayollar uchun kuchli namlantiruvchi va mayda ajinlarni yoyuvchi xususiyatga ega. Gialuronka seriyasida 8 ta elementdan iborat. Bu gel для умыванияsi. Bu bilan yuzingizni bir kunda 2 mahal ertalab va kechqurun tozalab olasiz. Bu poralargacha chuqur tozalab beradi va namlantiradi. Bunisi esa nochnoy kremi. Buni nochnoy kremni kechqurun surtib yotasiz. Tuni bilan yuzingizni namlab beradi va oziqlantirish uchun ham xizmat qiladi. Bu dnevnoy kremi. Dnevnoy kremni ertalab umyvalkada yuvgandan so'ng foydalanasiz va kun davomida yuzingizni namlab himoya qilish vazifasini ham bajaradi. Gialuronka seriyamiz 8 ta elementdan iborat. Agarda sizda tezroq effekt bo'lishini xohlasangiz, albatta 8 ta elementdan foydalanishingiz kerak. Va eng kamida agar 8 taning hammasini ololmaydigan bo'lsangiz, eng kamida shu 3 tasidan foydalanishingiz shart. Sizda albatta effekt bo'ladi. Bu seriyaning eng muhim xususiyatlaridan biri yosh tanlamasligi. Buni har qanday yoshdagi opa-singillarimiz foydalanishsa bo'ladi.